Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli do'stlar. Mana bugun iyun oyining 28-sanasi. Siz aziz kuzatuvchilarga navbatdagi Bamuzava Dubrovskiy roza uzumini ko'rsatishni maqsad qildik. Dubrovskiy roza uzumi. Baldoqlari baquvvat. Hatta baldog'idan navda chiqargan, qarang. Navdalari kurtak yozgan. Dubrovskiy roza uzumi. Rangol maqaradi. Serhosil, yutdor navlardan ekan. Ko'rinish jihatdan o'ziga xos jihatlari bor. Ko'rib tursiz, guvohsiz. Mana yuki. Tagida tarvuzlar. Yastanib yotibdi. O'ta serhosil. Bir yutding tumshug'ini yoki barmoqlarini qatlashadi. Mana bu ikkinchi hosili, hurmatli kuzatuvchilar. Ikkinchi hosili. Ya bu üçüncü hasılı. Üçüncü hasılı. Gülge oturgan. Güllaş jarayoni. Demek nafaqat birinci hasılı, belki ikinci. Üçüncü hasılga hazırlanıyordur. Yani ona tabiat bağrında şu üzümlerimiz, qarang, qanchalar mehnatkash, serhosil, harakatchan. Qarang, bu üzümümüz şuradan payvand qilganmiz. Hüsnü üzümge payvand etganmiz. Hüsnü üzümge. Mana ajoyib. Qiziquvchilar bo'lsa, navdasidan borishingiz mumkin. Bu qilishingizda beg'araz yordamlarimiz bor. Şu üzümni tavsiya qilaman. O'ylab ko'rib, ekishlaringiz, parvarishlaringiz mumkin. Ajoyib üzüm. Qarang, baldog'i baquvvat, haybatli, ko'rinishlari o'ziga xos. Dumaloq, qarang. Şu bilan qisqa videomizni yakunlaymiz. Xorijdagi aka-ukalarimiz, opa-singizlarimizga sog'lik, omonlik, serdaromad bo'lishlariga tilakdosh bo'lib, videomizni yakunlaymiz. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishish hammamizga nasib eylesin.